Eng katta orzu qilgan narsam bu samolyotda uchish edi. Odamlarga aytardim, "Ada, to'yimdan oldin bir marta bo'lsa ham samolyotda uchay" deb. Boy oilani farzandi emasman. Amerika, Yevropaga uchishni shunaqangi tasavvur qilardim. Uyqularimda uxlashdan oldin kunduzlari samolyotga uchganlarni qarab shunaqangi havas qilardim, aytardim, niyat qilardim. Allohim, manam samolyotda uchay bir marta bo'lsa ham deb. Keyin odamlarga aytardim, "Ada, to'yimdan oldin men хотя бы Samarqandga bo'lsa ham uchib borib kelaman" deb. Chunki shu vaqtlar faqatgina O'zbekistonda Samarqandga samolyot bor edi. Eng arzon biletni ko'rardim va odamlar menga qarab kulib qo'ya qolardilar. 20-dekabr kuni to'yim bo'ldi va to'yim kuni men Turkiyaga uchib bordim. Burak, turmush o'rtog'im turk, meni to'yim kuni Turkiyaga olib ketdi. Esimda bor, uchayotganimda aeroportni ko'rganimda shunaqangi ko'zim yonyapti. Hech narsaga ahamiyat bermaganman. Orqamda ota-onam xayr deb nima qilishganda, hattoki orqamga qaramagan ekanman, keyin niyat beryaptilar. Shunaqangi ko'zingiz yonyaptiki, samolyotni, aeroportni ko'rib va men hozirgi yoshlarga nima demoqchiman bilasizmi? Niyat qiling, ushaladi to'yimdan avval samolyotda uchaman deb aytgandim. To'yim kuni uchdim. To'yim kuni Turkiyaga meni turmush o'rtog'im olib ketdi. Va Turkiyadagi to'yim 26-dekabr kuni bo'ldi. Ikkita to'yni orasida baribirga ham men samolyotda uchdim. Bitta emas, hattoki 2 marotaba uchdim.